va legendarniy telefonlardan biri iPhone 6s deb nomlangan model. Ko'pchilikning esida bo'ladi. Ko'pchilikda bu telefon bilan zo'r xotiralar esda qolgan. Mana shunday xotiralarni yana eslash uchun sizga zo'r imkoniyat. iPhone 6s'imiz 64 GB, batareya yo'mkisi 100% usilinli bo'ladi. Hech qanday aybi nuqsoni yo'q. Emailga ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan. Ushbu telefonimizni 650 ming so'm evaziga sotuvga qo'ydik. Ishlatish uchun zo'r ikkinchi telefon qilib menimcha ishlatsa bo'laveradi. Zaryad zo'r yetib bermasa ham, lekin ikkinchi telefon uchun zo'r. Yoki bu telefonni avtoritet uchun ham ko'tarib yursangiz, fond uchun ham ko'tarib yursangiz bo'laveradi. Hech qanday aybi nuqsoni yo'q. Qizg'in aloqa chiqib qo'yilgan. Narxi 650 ming so'mga arziydimi yoki yo'q? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. iPhone 11 deb nomlangan ushbu modelimizni sotuvga qo'ydik. Juda ham arzon narxga. Ushbu telefonimizni narx $120 berib yuboriladi. Xotirasi 64 GB, batareya yo'mkisi 100%, ya'ni usilinli qilib alishtirib qo'yilgan, tayyor, hech qanday aybi nuqsoni yo'q, garantiyali, ishonchli. Nima sababdan narxi arzon deb qiziqayotgan bo'lsangiz, ushbu telefonimizni simlok bo'lib qolgan, ya'ni bitta sim karta o'qiydi. Bu qanaqa bo'ladi desangiz, bitta sim kartani aktivatsiya qilib beriladi, mana shuni ishlatib yurasiz. Agar boshqa sim karta alishtirmoqchi bo'lsangiz, kelsangiz programmistlar 50 ming so'm evaziga yana boshqa sim kartani qo'yib aktivatsiya qilib berishadi. Eng qiyin muammosi mana shu, kelib alishtirib ketishingiz kerak bo'ladi, lekin o'zini ishlashida hech qanday aybi nuqsoni yo'q. Face to'ltovlar hammasi joyida, ishonchli va garantiyali emailga o'tkazib qo'yilgan, 30 kun davomida garantiya qilib beriladi. $120 ga arziydimi yoki yo'q? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kommentariyadan o'qib chiqish biz uchun qiziq bo'ladi. Bizning manzil Namangan shahar, Texnopark 84-do'kon. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Juda ham arzon narxda iPhone 11 Pro ni sotuvga qo'ydik. Arzon bo'lsa necha pul endi deb qiziqqanlar uchun $198 ga iPhone 11 Pro ni 256 GB lik variantini taqdim qilmoqchimiz. Nima sababdan arzon deb qiziqayotgan bo'lsangiz, shu telefonimizni bir marta displey alishgan, ya'ni ekran alishtirilgan, ammo ko'rishingiz mumkin, original ekran qo'yilgan, hech qanday aybi nuqsoni yo'q, garantiyasi bilan qilib beriladi. Emailga ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan. Hozir Namangan shahar Texnopark 84-do'konimizda nalikida turibdi. Kimga qiziq bo'lsa, tezda aloqa chiqib qo'ysalar bo'ladi. $135 evaziga, ya'ni XS yoki X narxiga XS Max telefonini taklif qila olamiz. Xotirasi 64 GB, batareya yo'mkisi 100%, sababi batareya almashtirib qo'yilgan, usilinli batareya qo'yilgan. Bu telefonimiz arzon chiqishligining sababi Face ishlamaydi. Shu sababdan arzonga berib yuborilyapti. To'g'risini aytganda, buni biz mijozdan baraka qilib olganimizda Face ishlab turgan edi. Zibros qilganimizdan keyin Face ishlamay qoldi. Shu sababdan arzon narxga qilib berib yuboriladi. Kimga qiziq bo'lsa, $135 ga XS Max telefonini sotib olish uchun quyidagi nomerlarga telefon qilib yoki shu nomerdagi Telegramdagi profilga aloqaga chiqib qo'shimcha ma'lumot olsanglar bo'ladi. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Prosessori kuchli, o'zi ixcham, hech qanday ayb nuqsoni bo'lmagan Samsung'dan S25G telefonimizni sotuvga qo'ydik. Xotirasi 128 GB, operativkasi esa, ya'ni RAM 12 GB tashkil qiladi. Uncha o'yinlarni, ya'ni PUBG, Call of Duty degan o'yinlarni bemalol ko'tarib berish xususiyatiga ega. PUBGda FPS necha deb qiziqayotgan bo'lsangiz, 90 FPS da bemalol ishlab bera oladi. Batareyasi kichkinligini hisob qilmaganda o'zi ixcham, qat'iy, silliq ishlab beradigan telefon. Ekrani 120 Hz yangilanishda ishlaydi. Shu sababdan bu telefonimiz silliq ishlashi bilan avtoritet qozongan telefonlardan biri hisoblanadi. Koreya uchun ishlab chiqarilgan bitta sim karta o'qiydi, emailga ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan. Aytmoqchi, prosessor nomi Snapdragon hisoblanadi. Shu sababdan o'yinga mo'shli telefonlardan biri. Hech qanday aybi nuqsoni yo'q, 30 kun davomida garantiya qilib beramiz. Sotuvda necha pul deb qiziqayotgan bo'lsangiz, $153 ga naqd pul sanaganga berib yuboradi. Agar siz boshqa viloyatdan turib zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol sizga pochta orqali dastavka qilib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Albatta, pulini yetib borgandan so'ng to'lovni amalga oshirsangiz ham bo'laveradi. Bizning manzil Namangan shahar, Texnopark 84-do'kon. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Arzon narxda telefon bormi deb qidirib yurganlar uchun Samsungdan A14 telefonni taklif qila olaman. Xotirasi 128 GB, hech qanday aybi nuqsoni yo'q, ishlab turgan telefon, bitta sim karta o'qiydi, emailga ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan. Narxi 720 ming so'mga berib yuboriladi. Yana bir bitta mijozimizga iPhone XS 81 yo'mkisiga 64 ta xotiraga ega bo'lgan, kirishkasida sinig'i bo'lgan ushbu telefonimizni juda ham arzon narxga berib yubordik, ya'ni $110 ga qilib berdik. Bitta orqasiga chexoli bilan podarka qilib berdik. Aka, bergan pulingizga rozi bo'ling. Yaxshilik xizmat qilsin, salomat bo'ling.